Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan YouTube davron. Biz 3.7 versiya almanyasi uchun yangi skin hack chiqardik. Uning uchun Telegram kirib kadroga o'tamiz. Kuchukcha 09 12 deb qidirsangiz mana shu kanal chiqadi. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying va mana cheat. Parol videoda bo'ladi. Video hali chiqmadi. Mana parol Medlin. Chizib ko'rsatamiz. Mana o'sha parol. Короче, video cho'zib o'tirmaylik. To'xtatamiz. Ustiga bitta bosamiz. Mana chiqdi. Mana shuni qaranglar. Bu 3.7 versiya uchun yaratilgan bu. Mana OBB fayl. Shuni bir marta yo'q, adashib ketdim. Qaytadan mana shuni bosib turasizlar, nusxalash. Birdan sizga nusxalash kerak bo'ladi. Nusxalashni bitta bosasiz va mana yerdan ishga xotiraga kirasiz. Android kirasiz, OBB ga kirasiz. Tekno degan joyda mana o'zi OBB fayl shu raqamlarga qarang. 19725. O'shani ustiga mana bu pulsni boshqacha rasm edi. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Men barcha fayllar almashtirish va shu narsalarni bir martadan qilsangiz mana birinchi bitishgan yog'och va hammasini almashtirish. Parol. Sizga ko'rinadigan qilay. Medlin OBB desangiz mana o'zi o'tadi. Telefoningiz o'chib qoladigan bo'lsa, bitishgan yoqib qo'yishingiz mumkin. Mana hozir shart emas, agar telefoningiz yaxshi bo'lsa. Mana 52% bo'ldi. Bu OBB faylimiz almashyapti. Arxivdan chiqarib olsak bo'ldi. Shu bilan PUBG ga kiramiz. Mana men bot akkaunt ochgandim, hakkerlar o'zicha chopib olibdi. Akkaunt qaytarishni ham video qo'yamiz. Ana arxivdan chiqarib olindi deyapti. Endi fayl almashadi. Sizga bir daqiqa vaqtingiz ketadi. YouTube ga kirib kadroga yozasiz. Kardinal mana. Mana shu 3 ta rsa bo'lishi shart. Yemasam soxta kanallar chiqadi va boshqa kanallar chiqadi. Uzr kechirasizlar. Sal o'rganolganim yo'q hali bu. Yangi programma. Qidiruvda 14 ta obunachi bor kanal chiqadi.
Ana shu kanalga YouTube obuna va barcha videoga like bosib qo'yingizlar va komment yozingizlar. Like bosishingizlar ayamasdan sizlar uchun harakat qilyapmiz. Shu oyda oxirigacha 50 ta bo'lsa, 2 ta obunachiga erpi podarka qilamiz. Bittasiga Firaun podarka qilamiz. Bilasiz, PUBG'da eng oldivi ultimate X kostyum bu Firaun. Popularность battle'larimiz ham 4 kishilik boshlangan. O'shanga battle'ga hali registratsiya qilganmiz, yo'q hozir yangi akkaunt ochamiz va o'shani ham battle qo'shamiz. Sizlarga bitta iltimos va PUBG akkauntingizda popularность battle bo'layotgan bo'lsa, popularность kerak bo'lsa, mana bizda popularность bor. Olishingiz mumkin. Bizda hammasi rasmiy. Shu oyda oxirida 50 ta bo'lsa, gap 325 dan 2 ta odamga tashlab beramiz. Bu hech qanday boyagi emas, nima deydi, fake kanal emas, hammasi rasmiy. Bizda hech qanday yolg'on bo'lmaydi. Sal internet slab ishlayapti. Kechirasizlar. Shoh akamizning Telegram kanaliga va Kardinal akamiz Telegram kanallariga obuna bo'lib qo'ying. Homiy bo'ladi. Bot akkauntimiz chopa olmaganda sizlarga bot akkauntda hech narsasi yo'q, lekin prosta hamma skinlarni olib ko'rsatadi. Bot akkauntimiz chopilmagandir menimcha. Chunki raqam yo'llaganimda. Videomiz ancha cho'zilib ketdi. Men OBB faylimiz almashgani uchun sal kirish qiyin bo'lyapti shunga. Uzr, mana glavnimiz almashdi. Mana bot account, not leader akkauntimiz hozirgina ochildi. Prosta mana bitta ultimate. Bu akkauntimizga hali OBB fayl tushgani yo'q. Letnik deysizlarmi? M406 Skarel bor, Akim bor. Hamma avtomatga skin bor. Man RPS 3 bo'lgan. Popularность man tashlanmagan. Iloji bo'lsa popularность tashab qo'ying. Man ID'sini yozib qoldiraman. Video opsiyasi yo'q, kommentariyasida qoladi. Mana not leader. Bu cheatimiz faqat o'zingizga ko'rinadi, boshqa hech kimga ko'rinmaydi. Mayli, sog' bo'ling, videoga like va podpiskani bosib qo'ying. Homiy kanalimizga ham obuna bosib qo'ying. Sizdan iltimos. Yakun